Assalomu alaykum. Electronic Autonomous Solution kompaniyasi 2022-yil tashkil topdi. Shu qisqa davr ichida kompaniyamiz tomonidan bir qancha dronga qarshi kurashish vositalari ishlab chiqarildi. Kompaniyamiz nafaqat O'zbekistonga, balki boshqa davlatlarga ham o'zining mahsulotlarini bugungi kunda eksport qilish ustida ishlab kelyapti. Kompaniyamiz ishlab chiqargan mahsulotlarni bugungi kunda O'zbekiston kuch tuzilmalari ishlatib kelyapti. Kompaniyamiz nafaqat O'zbekistonda, balki dunyoning ko'p mamlakatlarida ko'rgazmalarda qatnashib kelyapti va O'zbekistonda tashkil etilgan ko'rgazmalar ikkinchisida qatnashib kelyapmiz. O'ylaymizki, mahsulotlarimiz nomenklaturasi tuzilmalarimizga to'liqligicha ma'qul keladi va albatta buni kelib ko'rib baho berishingizni so'rab qolamiz. Rahmat.